Zamizadan kelgan savollardan biriga javob beraman. Meshin kelmadi, testda chiqmadi. Gormon o'zgarishdami? Nima maslahat berasiz? Hayz kechishi haqida soatlar gapirish mumkin. Sababi juda ham ko'p. Agar sizda hayz har oyda normada kelayotgan bo'lsa va birdaniga o'zgarish kuzatilgan bo'lsa, olaylik 10 kun, 15 kun, 20 kun, 40 kunga, undan ham ko'p cho'zilishi mumkin. Bunda sabablar aniqlanishi kerak. Birinchi o'rinda nima qilasiz? Birinchi o'rinda haqiqatan ham gormonlar o'zgarishi bormi deb ko'rish kerak. Birinchisi o'sha prolaktin gormoni balandmasmi? Chunki prolaktin oshishi bilan hayz kechishi kuzatiladi. Ikkinchisi o'sha qalqonsimon bez gormonlarida o'zgarish yo'qmi? Ayniqsa TTG gormoni oshmaganmi? Buni aniqlashingiz kerak. Uchinchi sababi sizda follikularni kista paydo bo'lmaganmi? O'sha UZI apparatida ikkita tuxumdon holatlari tekshiriladi. Kistalar bor yo'qligi yoki o'sha polikistozga moyilligi bormi? Mana shular tekshiriladi. To'rtinchi sababi qisqa vaqt ichida agar sizda vazn yo'qotishi bo'lsa, bu ham hayz kechishiga olib kelishi mumkin. Va beshinchi sababi, ayniqsa hayz sikliga juda ham katta ta'sir ko'rsatadigan sabablardan biri bu stress. Ya'ni qandaydir stress holatidan chiqqan bo'lsangiz ham hayz sikliga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Mana shu sabablarni aniqlash kerak.